Larimizni chigalini yozib, Xitoydan raspakovka qilishni boshlaymiz. Bilaman sog'ingansiz. Birinchi bo'lib shunaqa jenskiy krossovkadan boshlaymiz. Narxini ko'rsatib qo'yman. 28 yuan. Bu o'zbek summasida 56 mingga yaqin summa. Menimcha bu narxga juda ham sifatli keldi. Grammi 350 gram chiqdi. Doim raspakovkalarni qaychida ochardim. Endi o'zini shunaqa qaychichasidan oldim. Qaychimi bu nima bu? Shu ochadigan narsada, lekin juda ham o'tkir ekan. Ehtiyot bo'linglar. Men birinchi urinishda qo'limni kesib oldim. Haqiqatan kesib oldim, lekin juda yomon o'tkir ekan. Men sovuq havoga chidamsizman. 5 ta shunaqa qalin naskichalarni atigi 18 mingga zakaz qildim. Grammi 230 gram chiqdi. Qishni g'amini yozda yeydiganlardek havola sovib ketmasdan oldin shunaqa qalingina o'zimga yumshoqqina jenfircha zakaz qildim. Buni gram 400 gram chiqdi. Attiga 44 mingga zakaz qilganman. Shunga moslab naskichani qaranglar, moslab o'rganganim. Agar sizlarga narxi va og'irligini aytadigan rubrikam, yangicha videoyim yoqqan bo'lsa, albatta like va kommentariy yozib ketinglar. Chunki motivatsiya olib yanada ko'proq videolar chiqaraman. Maktabga kiyishga olsa ham zo'r ekan, yoqachalik tayyor qaranglar, ichi oq. Bu nima deb o'ylayapsizlar? Bu вообще zo'r narsacha. Mana bu pastel, pokrivallar joyidan siljib ketaveradi-ku, ana shunaqa siljib ketmasligi uchun tugibmi shunday qadab qo'yadigan narsacha. Ignasi chiqib ketmaydi. Mana shu tugmachasini bossagina chiqib yulib boshqa joyga o'rnatsanglar ham bo'ladi. Короче, удобный zo'r narsacha. Buni 36 tasini 32 mingga zakaz qilganman. Kargosi 17 ming bo'lgan. 32 tasini. 36 tasini tenda qilamiz. Endi esa yangilikka o'tamiz. Qizlar, keyingi haftadan kurs narxi 50 mingga ko'tariladi. Bilasizlar, Xitoy kursini men 25 mingga o'rgataman, lekin 25 ming bo'lgani uchun arzon narsaning qadri yo'q deydi-ku. Bilimimni, bergan bilimimni va vaqtimni qadriga yetmasdan, mensimasdan oyoq osti qilishgani uchun meni ham vijdonim oxiri chidamadi, to'g'risi. Shuning uchun shu hafta oxirgi 25 ming so'mlik kurs keyingi haftadan 50 mingga ko'tariladi. Shuning uchun o'qishga ulgurib qolinglar. Xitoy kursi uchun plyus qoldirishni unutmanglar. Men sizlarga ma'lumot tashlayman.